O'zbek xalqi uchun shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qaysi viloyatlarda yomg'ir qor yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 22 dekabr kuni qaysi viloyatlarda qor yomg'ir yog'ishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi -4 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda biroz yomg'ir qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax viloyatlarida esa ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.